Olsangiz, mana hamda yag'ri chiqib qorayib ketyaptimi? Hech oqartirolmayapsizmi? Qaranglar buni. Bo'ldi, endi buni unutamiz, o'zimizda o'ylaymiz va tozalikka amal qilamiz. Bu yerda 300 grammdan 5 litrgacha bo'lgan gellarimiz bor ekan. Avvalo o'zim ichib, tekshirib sinab beraman. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, olmali bo'lgan gelimizni shunday ochamizda. Bismillahirrohmanirrohim. Sifati zo'r, oshqozonlarning bahonada yuvilib qoldi. Akalar, nima bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Qaranglar, narxlar juda ham suv tekin. Mana bu gelimiz, suyuq gelimiz 5 litrli 10 ming so'm ekan. Nima bo'lsa bo'lsin, katta yorsa yorilib ketsin. Xo'p, quyuq gelimiz ko'rishingiz mumkin. Idish tovoqlarga, kiyimlar uchun ishlatilgan quyuq gelimiz shu turishi atigi 14 ming so'm ekan. 5 litrligi atigi 20 ming so'mdan ekan. Nima bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Qo'l yuvish uchun mana bu suyuq sovunimiz 300 grammlisi atigi 3,5 ming so'm ekan. Bu yerda 500 grammlilari bor ekan, atigi 4 ming so'mdan ekan. Bemalol kelib cheklanmagan miqdorda olsang bo'ladi, zakaz qilsang bir kunda 400 ta 500 ta, ya'ni 400 kilo 500 kilogacha ishlab chiqarib berar ekan. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Soyshildir qishlog'i. Bemalol zakaz qilsalaring bir kunda 400 kilo 500 kilo ishlab chiqarish imkoniyatiga ega ekan. Bizning kanaldan chiqqanlarga skidkalar bor ekan. Kimga mana shunday optim narxda gellar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar, akalar gazini bosaverasizlar.